Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bundan oldingi darsda agar ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rishni maslahat beraman, chunki bu video ana shu darslikni qaysidir ma'noda davomi desa bo'ladi. Ha, albatta bu videoni ham mustaqil ravishda ko'ra olasiz. Bu video orqali ham qanaqa qilib veb-sayt orqali tushadigan linklarni Telegramga, Google Sheets'ga через ulab olish mumkinligini bemalol o'rganishingiz mumkin. Lekin bu video qaysidir ma'noda bitta to'liq kursni qaysidir qismi. Ya'ni men YouTube'da sun'iy intellekt orqali veb-sayt tayyorlash haqida kurs tayyorlab boryapman. Mini kichkinagina darslik. Ana shu darslikni bu ikkinchi yoki uchinchi darsligi bo'lishi kerak. Bugun sizlar bilan xudo xolasa qanaqa qilib avtomatizatsiya qilish. Veb-saytingizdagi formani kimdir to'ldirsa, telefon raqami, ism, familiyasi ana shularni Telegramga yoki Google Sheets'ga bo'lmasa CRMga tushirish haqida ko'rib chiqamiz. Endi O'zbekistonda ko'pchilik CRM ishlatmaydi yoki to'g'ri ishlatmaydi. Shuning uchun asosan Telegramga bog'lab ko'rib chiqamiz. Birinchi men sizlarga darslik rejasini ko'rsatib o'tishim kerak. Darslik rejasi bu bugun uchun saytga forma ulash va Telegram yoki Google Sheets'ga integratsiya deyilgan qismni ko'rib chiqish. Google Sheets'ga juda katta e'tibor bera olmaymiz, chunki Telegramga ko'rib chiqqanimizdan keyin Google Sheets'ni o'zingiz tushunib olasiz. Ko'pincha Telegramni so'rashadi mendan, shuning uchun Telegramni tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi bo'lib biz siz bilan Make.com kichik avtomatizatsiya va webhookni ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Ketdik. Bitta ochib Make.comni ochib olamiz. Xo'p, Make.comni endi tushunsangiz kerak deb o'ylayman. Ya'ni Make.com bu sizga avtomatizatsiya qilishga yordam beradi. Agar N8 haqida eshitgan bo'lsangiz yoki ChatGPT'ni Agent Builder haqida eshitgan bo'lsangiz, ana shuni Agent Builder yaxshirog'i, N8ni sal yomonrog'i yoki funksiyasi sal kamrog'i desa bo'ladi. O'zi N8ni shunday ham ishlatayotgan bo'lsangiz kerak, uni avtomatizatsiya platformasidan xabaringiz bo'lmay turib. Ketdik. Loginga kirib olamiz. Ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy, shunchaki shu emaillarni to'ldirasiz, kerakli qismlarni to'ldirib ro'yxatga o'tib kirib ketaverasiz. Men hozir Google orqali kiraman, har doim juda ham oson bu har bir narsani to'ldirib o'tirganingizdan ko'ra. Xo'p, qancha bu hech narsa emas, ya'ni sizga hech qanaqa ziyon yo'q. Bu yerda qancha berib ruxsatlarni berib tashlaganingizni. Endi bu qismdan ozgina kichirtirib olaman. Xo'p, ko'rib turganingizdek, menda avvaldan N8 bor va bu yerda bir nechta integrationlarni qilib qo'yganman. N8 sizga har oyda 1000 ta kredit beradi. 1000 ta kredit degani bu har bir lead uchun bitta kredit degani emas, boshqacha ishlaydi o'z aslida. Men buni hozir tushuntirib bera olmayman, sal qiyinroq. O'zingiz ishlatish jarayonida, ha, mana shunaqa ishlarkanda degan savolingizga javob topib ketaverasiz. Hozir menda ikkita integratsiya bor. Yangi integratsiyalar, shuning uchun ham menda kreditlar oz ishlatilgan. Hozir sizlar bilan yangi ssenariy ochib ko'rib chiqamiz. Xo'p, sizlarda ham xuddi shunaqa oyna ochiladi, hech ham qo'rqmanglar. Organizationda xuddi shunaqa oyna bor sizlarda ham. Faqat men bitta aktiv ssenariyosida sizlarda aktiv ssenariy bo'lmaydi va men bitta hammasi 0 bo'ladi. Ketdik. Create ssenariyni bosamiz yoki men bitta ssenariyni ham bosib o'tsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerdan create ssenariyni bosamiz. Ya'ni birinchi navbatda hozir bizni tushunib olishimiz kerak, o'zimizga webhook yarata olamiz. Chunki hamma, ya'ni siz globalda saytingizdagi fieldlar to'ldirilganda, ya'ni ism so'rayapsiz, telefon raqamini so'rayapsiz saytingizga kirgan odamlarning, ana shu ma'lumotlar to'ldirilganda, yuborish tugmasi bosilganidan keyin bizani Make'ga yo'naltiradigan bitta webhook bo'lishi kerak. Ana shu webhookni Make bizga qilib beradi. Birinchi bo'lib, o'z o'rnida albatta webhookni bosib tanlab olamiz. Va bu yerdan webhook response, custom webhook, custom mail hook. Hop, create a response to the webhook, triggers when webhook receives data. Mana e'tibor beringlar, webhookga ham 3 xil turi bor va bu yerdan biza o'zimizga keraklisini trigger when webhook receive deyiladi. Bosib olamiz. Chunki biz ma'lumot qabul qilamiz, ya'ni data qabul qilamiz. Demak, biz data qabul qilamizmi? Aynan mana shu webhookga ishlatamiz. Qo'shib olganimizdan keyin endi qaranglar, webhookga biz uni nodini qo'shib oldik. Ya'ni mana bu narsa biz ko'rib turgan, keling kichirtiraman. Mana shu narsa bu node. Ya'ni boshqa nimadir qo'shamiz desak ham, bu yerdan plus qilib, u narsalar ham node hisoblanadi. Ularning ichiga kerakli funksiyalarni biz qo'shib olamiz. Misol uchun, hozir mana create webhook qilib, webhook yaratib olishimiz kerak. Kelinglar buni marketing kursi uchun webhook deb nomlaymiz. Marketing kursi deb qo'ya qolaylik.
API keylar boshqa qismda kerak emas, bu tomonlarga tegmaymiz, advanced settings kerak emas, save qilamiz. Bo'ldi, mana bizlar uchun webhook yaratildi. Uni ustiga shundoq copy address clipboard qilamiz. Mana stopda qachon bu narsa stop bo'ladi? Biz ana ishlatish to'xtatilganimizda copy address clipboard qilib, uni copy qilib olamiz. Xo'p, qaranglar. Endi biz mana bu rejamiz bo'yicha webhookka yaratib oldik. Kichik avtomatizatsiya nimaligini tushunib oldik, chunki hozir biz Telegramni ham mana shu joyga ulaymiz mana. Ko'rib chiqishimiz mumkin. Telegram nodini o'rnatamiz bu yerga. Qidiruvga Telegram deb yozamiz va bu yerdan albatta Telegram bot, send text message or reply. Aynan shunisini tanlaylik, e'tibor beringlar. Va u yog'ini hozir alohida Telegramga ulayotganimizni ko'rib chiqamiz. Biz hozir sizlar bilan asosiy maqsadimiz webhook yaratib oldik. Ya'ni mana bu ko'rib turgan oynanglar mana shu chain, ya'ni bir-biriga ulangan pattern deylik, bir-biriga bog'langan bu narsalar. Va shu narsa avtomatizatsiya deyiladi. Chunki siz o'z-o'zidan biznesni qaysi tizimini avtomatizatsiya qilasiz. Chunki veb-saytga u qat'qadir backendga tushishi mumkin edi, qat'qadir tushishi mumkin edi u ma'lumot. Siz uni Telegramga o'tkazib qo'yasiz. Bu ham o'z ma'nosida kichik avtomatizatsiya deyiladi. Shuning uchun men bugungi darsda kichik avtomatizatsiya deb nomlaganman. Xo'p, bo'ldi, kelinglar webhookka endi kopировать qoldik. Bu yerda copy address clipboard, okay, save. Va endi bizani saytimizda bor edi, sizlarda bor. Kelinglar, osonroq bo'lsin kompyuter versiyasiga o'tib olamizda. Mana shunga endi biz o'sha, ya'ni mana kursni sotib olish tugmasini bosganimizda ko'rayotgan bo'lsanglar, pastga boradi-da, lekin hozir sotib olish bossam hech narsa bo'lmayapti. Ya'ni forma yo'q. Misol uchun bizani O'zbekistonda qanaqa ishlanadi? Hozir sotib olish bosiladi, keyin ma'lumotlaringizni qoldiring degan narsa ochiladi, o'tga telefon raqami, ism familiyasini qoldirgandan keyin telefon qilib assalomu alaykum ro'yxatdan o'tgan ekansiz. Mana shunaqa bo'ladi. Endi bizda forma ochilmayapti. Mana shu narsani oldini olishimiz kerak. Xo'p, avvalgi qilgan ishimizni qilamiz. ChatGPTga o'tamiz. ChatGPTda men promptni yozib, javoblarni tayyor qilib olib qo'yganman, sababi sizlarning vaqtinglarni olmasligi uchun. Lekin promptni to'liq tushuntirib o'taman. Nima bo'lyapti bu yerda? Xo'sh, e'tibor berganinglardek, bizani hali hech qanaqa narsamiz yo'q, ya'ni forma ulamaganmiz. Formada yuborish tugmasi yo'q. Formani o'zi bo'lmagandan keyin qanday yuborish tugmasi bo'lmaydi. Xo'sh, maxsus taklif qismidagi hoziroq sotib olish tugmasi bosilganda pop-up forma ochilsin. Pop-upni tushunasizlar. Pop-up bu mana shu hoziroq sotib olish deganda formaga qanaqadir yo'naltirib olmaydi, mana qilib pastdagi. Mana shu oynani o'zida bunda chiqib keladi. Tushundinglar? Pop-up formasi ochilsin degan narsani aytayman. Nima uchun faqat mana shu joyga o'zini tushuntira olmayman? Chunki kursni sotib olish tugmasi bosilganida bizani maxsus qismga yuboradi. Kursni sotib olish, mana botga ham ulab qo'yishimiz kerak ekan. Meni yodimdan chiqibdi, botga ham ulab qo'yamiz alohida. Sizlar uchun ham yaxshi bo'ladi endi. Xo'sh, hozirroq sotib olish bosilganda bizga pop-up ochilish kerak deb mana yozib qo'ydik. Xo'sh, mana pop-up formada ikkita maydon bo'lsin, ismingiz va telefon raqamingiz nomi. Ya'ni bizga kirgan mijoz ismingiz, telefon raqamingiz degan maydonni to'ldirish kerak. Sizlar xohlasanglar, misol uchun kimdir qayerda yashashini ham so'ramoqchi bo'lish mumkin. Uni ham xuddi shunaqa kirib to'ldirib qo'yadi. Ya'ni ChatGPTga mana tushuntirasiz. ChatGPTda 3 ta maydon to'ldirilsin, uchinchisi bu qayerda yashashini bosganda misol uchun kiritib qo'yishingiz mumkin. 12 ta viloyat chiqib keladigan qilib yoki Toshkent shahridagi tumanlar chiqib keladigan qilib kiritib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni o'zi tanlab oladi o'shaning ichidan. Buning funksiyalari ham bor. Bu ham oddiy, shunchaki nima xohlayotganingiz yozasiz bo'ldi. Xo'p, keyingi o'zgartirishlar bu ikki maydon to'ldirilgach, yuborish tugmasi bosilganda ma'lumotlar make.com ga webhook linki bilan uzatilsin. Biz oldin make.com da nima qildik mana? Make'da webhook yaratdik, Telegramga yo'naltirishimiz kerak. Bizda webhook linki bor. Ana shu linkni beryapmizda, aytyapmiz. Uzatilsin deymiz va webhookga tushuntiramiz. Webhook orqali uzatilgan ma'lumotlar tartib bilan alohida yetib borish kerak. Keyinchalik make.com ma'lumotlarni Telegram botga yuboradi. Mana men Make'da nima qilayotganimni ChatGPTga tushuntiryapman. Make'ga nima uchun uni linklarni olib o'tyapman degan narsani yetkazmoqman ularga. Va shunda ChatGPT tushunadiki, ha, demak, men ketma-ketligini chiroyli qilib berishim kerak. Agar bu ma'lumotlarni siz to'g'ri kiritmasangiz yoki bo'lmasa o'sha detallarigacha tushuntirmasangiz, sizga lowballdan ma'lumotlar webhookingizga qanaqadir noto'g'ri yetib borib qolishi mumkin yoki bo'lmasa telefon raqami bilan ismni bitta qilib yuboradi. Mana shunaqa kamchiliklar bo'ladi. Misol uchun bizda boshida bo'lgan bunaqa kamchiliklar sekin-sekin to'g'rilab olganmiz. Mana shu o'ringa yetib kelganmiz. Hozir men shunaqa tushuntirsam, qaysi proyektimda
xuddi to'g'ri qilib beradi va aytyapman, ma'lumotlarni Telegram botga yuboradi davoman va link qilib mana webhookimni linkini kiritib qo'ydim. Keyingisi bu yuborish tugmasi bosilib, hammasi muvaffaqiyatli amalga oshganidan so'ng minnatdorchilik sahifasi alohida ochilsin. Minnatdorchilik sahifasi bu ingliz tilida TYP, ya'ni thank you page. Thank you page bilsanglar kerak, kimdir o'sha yuborish tugmasini bosib turib muvaffaqiyatli hamma ma'lumotlar yuborilgandan so'ng alohida sahifa ochiladi. Rahmat, hamma ma'lumotlaringizni to'ldirganingiz uchun biz siz bilan albatta bog'lanamiz degan narsa alohida bo'ladi. Endi buni ikki xil yo'li bor. Buni ham pop-up qilish mumkin, ya'ni yuborish tugmasi bosilganda xabar chiqib kelishi mumkin. Ma'lumotlaringiz yuborildi degan bir saytda, misol uchun mana bu saytimiz bo'lsa, mana chekkasida yoki o'rtasida ma'lumotingiz yuborildi degan narsa kelishi mumkin. Yoki alohida sahifa ochish mumkin. Xuddi mana shu sahifa bor edi va keyingi sahifaga ochganda mana bu yozuvlarning o'rniga rahmat degan yozuv turadi. Endi nima farqi bor bo'ladi? Agar siz mana shu saytning ichida qanaqadir pop-up yoki bo'lmasa sakrab chiqadigan nimadir chekkasida rahmat ma'lumotlaringiz qabul qilindi degan yozuv qo'shaman desangiz, unda siz uni track qila olmaysiz. Ya'ni ular thank you page ga o'tdimi, track qila olmaysiz. Albatta, yuborish tugmasiga ham metani, web eventlarni o'rnatsa bo'ladi. Men maslahat bergan bo'lardim. Thank you page qiling. Chunki thank you page ga o'tganida o'tga metani mana bunaqa piksellarini ulash juda oson bo'ladi. Kuzatish ham, track qilish ham oson bo'ladi. Shuning uchun thank you page bilan ishlab qo'yganingiz yaxshi. Hali thank you page zo'r ustunlik jihatlarini ham tushuntirib o'taman boshqa darslarda. Xo'p, bo'ldi mana. Demak, yuqoridagi buyruqlar Noble uchun prompt qilib yoz dedim va menga mana tayyor prompt deb berdi. Men promptni shunchaki bu yoqdan ko'chirib olaman. Ko'chirib Noble yuboraman. Xo'p, har doimgidek videoni ozgina to'xtatib turaman, chunki buni yangilashga ketadigan ozgina vaqti bor. Xo'sh, demak, bizning saytimiz tayyor bo'ldi. Mana tekshirib olamiz. Hozirgi bizga bergan shuncha buyruqni bajarish uchun, mana shuncha promptni bajarish uchun nechta kredit ishlatildi? Kreditlar soni ko'rib turganingizdek 150. Demak, mayli, davom etamiz. Xo'p, birinchi saytimizda o'zgartirish kiritilgandan keyin mana kursni sotib olish tugmasini bosishimiz kerak. Bosganimizdan so'ng bu bizani pastga yo'naltiradi maxsus taklifga. 1,5 million ekan. Okey, kursni sotib olamiz deymizda, hozirroq sotib olish tugmasini bosamiz. Tamam. Ko'rib turganingizdek bizda pop-up ochilyapti. Pop-upga mana Davronbek ismimizni kiritamiz. Telefon raqamiga telefonimizni yozamiz. 19 93 okey, 90 90 90 90. Bo'ldi. Yuborishni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek rahmat sahifasi ochildi. Bu degani ma'lumotlar muvaffaqiyatli yo'naltirildi. Endi haqiqatda ma'lumotlar bordimi yo'qmi tekshirish uchun bu yoqqa qaytamizda, ya'ni Mac'ga qaytib, Mac'dan ko'rib olamiz. Mana webhook ma'lumotlarni qabul qilgan. Hali Telegramga o'tmagan, chunki Telegramga biz hali ulashga ulgurmadik. Chunki Telegramga ham ulaydigan narsalar bor, ya'ni bot tokenlarni kiritishimiz kerak. Hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'taman. Qaranglar, agar saytinglarni to'g'ridan-to'g'ri mana shu yerda publish qilib olishinglar kerak, to'g'ri analizni osonlashtiradi. Buni publish qilib olamiz, kelinglar. Ya'ni shu paytgacha kiritgan hamma o'zgarishlarimizni saytda publish qilib olamiz. Lekin hali ham tushunib olishimiz kerak, saytimiz odamlarga ko'rinmaydi. Chunki bu yerda klientskiy publish bo'ladi-da. Ya'ni Noble sizga ichida klientskiy publish qilib beradi. Hali buni siz odamlarga ko'rinadigan qilish uchun pul to'lashingiz, domen ulashingiz yoki subdomenni o'zi bilan boshqa joydan ishga tushirishingiz kerak bo'ladi. Kelinglar, mana saytimizda publish bo'ldi. Ya'ni bu yerda biz hamma o'zgartirishlarni kiritib bo'ldik. Test uchun bu yerda alohida yana bitta sahifa ochamiz. Mana bizning saytimiz ochilyapti. Xo'sh, kelinglar, kursni sotib olish degan tugmani bosamiz. Va mana maxsus taklif qismiga yuboryapti. Bu yerdan hozir sotib olishni bosamiz. Tekshirish uchun kelinglar. Webhookga yana bir marta analiz qilamiz. Run once bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana webhook ma'lumot kutyapti. Bu yoqqa o'tib ismimizni kiritamiz. Davronbek. Raqam 999999. Yuborish. Yuborishni bosganimizdan keyin yuqorida mana thank you page sahifasiga alohida bitta sahifaga o'tadi. Bu yoqqa o'tib, mana webhookimizni ma'lumot qabul qilganini ko'ramiz. Mana bundle'da name Davronbek, font 999. Absolutely yaxshi ishlayapti. Endi faqat bizda bitta narsa qoldi. Bu Telegramni ulash qoldi. Endi Telegram ulash qanaqa bo'ladi? Kelinglar, orasidagi chainni bog'lab olamiz. Shunchaki yaqinlashtirsangiz bo'ldi yoki buni bu yoqqa tortishingiz kerak. Va Telegram bot sozlamalariga kiramiz. Bu yoqdan create connection ni bosamiz.
botimizga nom qo'yib olamiz. My Telegram bot connection. Okey, mayli shu qolsin. Endi botimizni tokenini kiritishimiz kerak. Token nimaligini yaxshi bilasizlar. Ya'ni men hozir Telegramdan bot ochib, uni tokenini kiritib qo'yganman, ya'ni olib qo'yganman. Mana bot folderdan bot ochib olamiz, hamma narsani kerakli qilib sozlaymizda, tokenni kopировать qilib olamiz. Va make ga qaytib, make ga aynan shu qismiga tokenni kiritamiz. Va save. Bo'ldi. Telegram ulandi. Hozir bizning botimiz ofitsialniy make.com ga ulandi. Chat ID ni kiritish. Endi qaranglar, chat ID nima? Chat ID ga biz ikkita narsa kiritishimiz mumkin. Bu Telegram gruppamizning IDsini, ya'ni bilasizlar, botni o'zi tashlab berganning foydasi yo'q, chunki siz uni klientga ulab berishingiz kerak yoki o'zingizda proyektingiz bo'lsa ham sotuv menejerlari u bilan gaplasha olish uchun qatqadir tashlab berish kerak bot u ma'lumotlarni. Ana shunda biz ko'pincha bot ishlatamiz. Botni bo'lsa IDsini olishimiz kerak bo'ladi. Mana men alohida bitta bot ochganman, botni test degan bot ochganman. Ana shu test degan botni IDsini olganman. Bunday qilib edit qilib botni group type'i privatedan public o'tkazib olasizlar. Baribir hech kimda ko'rinmaydi. Publicda test deb qo'ya qolamiz. Hozir tezroq Android'dagi bu ham olingan. Test bot kurs. Bo'ldi. Done. Privatedan o'tkazib oldik va buni Clipboardga olib olamizda. Endi qaranglar. Bizda agar Telegram botimizning username bo'lsa, ya'ni kuchukcha bilan keladigan qismi bo'lsa, даже shart emas, uni IDsi. Shunchaki bu yoqqa mana shu username kuchukcha bilan tashlab qo'ysak bo'ldi. Va nima ma'lumotlar qabul qilinsin? Qanaqa tekst bilan borish kerak? Birinchisi, обязательно bizda yangi lead degan bildirishnoma kelsin va yangi leadga tegidan ism deb turib, endi sozlashni qaranglar. Webhookdan kelayotgan ma'lumotda Telegram botga qanaqa borish kerak? Ismga mana bu name kod surib olamizda, mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Shuni ismni oldiga tashlaymiz mana. Va bu yerdan yana bitta narsa tashlab turib, nomer qilamiz. Nomerga yana xuddi o'sha ish. Nomerni drag qilamiz va bu yoqqa olib drag and drop sistema. Bo'ldi. Mana shuni o'zi yetarli bo'ladi. Boshqa qismga tegishli shart emas, u yog'i bizning ishimiz emas va save qilamiz. Save qilib, yana bir marta run once qilamiz. Mana bizda ma'lumot kutyapti. Endi Telegram botimizga ham ma'lumotlarni tashlab beradimi yo'qmi, shuni tekshirib olishimiz kerak. Saytga o'tamiz. Saytdan orqaga bitta qaytib olamiz. Bir marta obnovlение qilib, hozir sotib olishni bosib, test bosib, raqamga 999 yana bir marta qaytib yozamiz va yuborish. Bo'ldi, bizning ma'lumotlarimiz yuborildi. Bu yerdan tekshirib olamiz. Mana webhookga keldi, Telegram botga keldi. Ikkalasi ham ptichka degani bu, ikkalasi ham to'g'ri ishlayapti degani. Agar muammo bo'lib qolsa, qayerdadir siz tushunmay qolgan nimadir bo'lib qolsa, buni qizil yonib qoladi, ichiga kirsangiz muammo nimadaligini ko'rsatadi. Endi Telegramga o'tib tekshirib olamiz. Bu bizning mana Telegram gruppamiz. Test, yangi lead, ism, hamma narsa joyida yetib kelyapti. Mana shunaqa qilib biz Lowballdan yoki mana shu hozir avtomatlashtirishni ko'rsatdim-ku. Bu avtomatlashtirish usuli nafaqat Lowballda ishlaydi. Hamma tilda qilasizmi, boshqa koding dasturlarini qilasizmi, bo'ldi, ishlayveradi siz bilan. Lowballda bo'lsa, mana shunaqa qilib ishlasangiz bo'ladi, kodlar bilan, saytdagi leadlarni olish bilan. Xudo xolasa, keyingi darsda sizlar bilan qanaqa qilib Lowballda $25 to'lamasdan tekinga bizning saytimizni deploy qilishimizni ko'rib chiqamiz. Ya'ni tekinga biz o'zimizning shaxsiy domenimizni ulashimiz mumkin va tekinga deploy qilib ishlata olishimiz mumkin. Hozirgi holatda mana Lowballda ichida agar biz saytimizni publish qilib ishlatamiz desak, unga $25 to'lab custom domen ulashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun tekin yo'llarini ham bir ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Pastda descriptionda Telegram kanal qoldirilgan bo'ladi. Telegram kanaliga obuna bo'linglar, sababi biz u yerda sun'iy intellekt va marketingga bog'liq ko'proq narsani gaplashamiz. Muhimroq narsalarni gaplashamiz. Community bo'lamiz. Birgalikda hal qilamiz muammolarimizni va men har xil darslar yozib, YouTube'ga chiqarmaydigan darslarimni ham communityda berib boraman. Salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.